BMW'nin ikkinchi seriyasi va bu oddiy ikkinchi seriya emas. Bu BMW M2 CS Competition Sport va bu oddiy M2 va umuman CS komplektatsiyasi versiyalari oddiy M'lardan farqi katta bo'ladi va bu dvigatel kuchi, hajmi o'sha bo'ladi, lekin uni quvvati balandroq. Bundan tashqari podveskalar sal qattiqroq va umumiy qilib aytganda bu shaharda yuradigan haqiqiy trekoviy sportkar bo'ladi. Nega? Bu undan tashqari yana kapotlari, tomlari karbon. Avtomobil ancha yengilroq bo'ladi. Demak, bu avtomobilimizda 3 litrli turbo dvigatel va 530 ta ot kuchi. Undan tashqari 0 dan 100 km/soatgacha bor yo'g'i 308 sekundda tezlanadi. Ichki qismlariga baho bering. Oddiy o'rindiqlar emas, haqiqiy kovsh sport o'rindiqlari va karbon elementlar bilan. Ruli endi o'sha oddiy M'lardek bo'lishi mumkin, lekin avtomobil ichki qismida juda ham ko'p karbon elementlar va eng qizig'i bu avtomobilimiz orqa privod 530 ta ot kuchi va orqa g'ildirak harakatga keltiradi. Bu haqiqiy maxluq. Demak, shahar ichida yuradigan haqiqiy sportkar. 3 litr dvigatel bilan 530 ta ot kuchi, mana bu gavdasiga bu avtomobil uchun juda ham zo'r. CS komplektatsiyalari, CS versiyalari oddiy M yoki Competitiondan mana shu farqlari bo'ladi. Yana bir bor qaytarib o'taman. Dvigatel quvvati kuchliroq, podveska qattiqroq, avtomobil ancha yengil, demak, hattoki o'sha shum izolyatsiyalari ham oddiyroq bo'ladi. Kapot, tom va yana boshqa qismlari karbon bilan ishlangan bo'ladi va yana nimasi bor edi va o'rindiqlari. Boya ko'rsatib o'tganimdek, haqiqiy sport o'rindiqlari bilan jihozlangan bo'ladi. Va aynan M2 CS da Competition Sportda orqa privod bo'ladi. Buni qarang. Avtomobilga вообще gap yo'q. Ortiqcha so'z, ortiqcha ta'rif shart emas. Bu avtomobil ko'rinishi bilan ham maxluqligini ko'rsatib turibdi. Ushbu avtomobil haqida izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va sizga qaysi BMWning qaysi modeli ko'proq yoqadi yoki Mercedesmi? Izohlarda javoblarni kutib qolaman.